Shou biznesda yana motivatsion, lekin shov-shuvli hikoya. San'atda kelajagimni ko'rmaganim uchun Rossiyaga ketmoqchi edim. Bu gap bugun millionlab kuzatuvchilarga ega bo'lgan Bobur Mansurovga tegishli. Ha, siz bugun kulib tomosha qilayotgan inson bir paytlar yillab universitetga kira olmagan, birorta kastingdan o'ta olmagan, hatto san'atdan umidini uzgan. U hatto Rossiyaga ketishni ham o'ylagan, lekin taqdir boshqa yo'lni tanladi. Oddiy videolar, qisqa voyinlar orqali u internetni portlatib chiqdi. Bugun esa Bobur Mansurov O'zbekistondagi eng qimmat vaynerlardan biri, millionlab auditoriyaga ega ijodkor va eng qizig'i, shahar markazida shaxsiy uy, qimmatbaho avtomobillar egasi. Bu oddiy omad emas, bu sabr, rad etilish va qaytmaslik natijasi. Uning bolaligi ham oson bo'lmagan, moddiy sharoit sabab san'at to'garaklariga ham qatnasha olmagan, ammo bugun u o'sha orzularni boshqacha yo'l bilan amalga oshirdi. Bu hikoya bitta narsani isbotlaydi: agar eshik yopilsa, boshqa eshik ochiladi. Siz ham Bobur Mansurov videolarini kuzatasizmi? Uning muvaffaqiyati sizni motivatsiya qiladimi? Izohlarda yozib qoldiring.